Xo'p, bu bizani IT sinfxonamiz. Bu yerda hammasi 30 kvadratdan sal ko'proq maydonni egallaydi. 10 dona har bir o'quvchi uchun kompyuter beriladi. 10 dona insonga mo'ljallangan. Bir dona ustozga kompyuter beriladi. Monitor, doskadan iborat. Har bitta sinfimizda, shunaqa sinfdan 12 ta bor IT tarafimizda. Har bir sinf bir xil standart bilan jihozlangan. Kompyuterlar ham, boshqa narsalar ham hammasi shunday bir xil standartlashtirilib jihozlangan. Barcha sinfxonalar. Ha. Lekin bu hattoki Toshkentdagi ko'p o'quv markazlarida ham kompyuterlar ta'minlanmaydi. Lekin bilasiz, hammada ham kompyuter olishga imkoniyat yo'q. To'g'ri. Haligi bir narsani o'rganib turib keyin olasan desa ham, bu menimcha sal xatoroq bo'ladi. Biz shu xato deb o'ylaymiz. Chunki oldin bir odam sinab ko'rish kerak, ulardan ishlatib ko'rish kerak, kompyuterni ishlatib ko'rish kerak, qanaqadir proyekt ko'rish kerak. Undan keyin qanaqadir shu orqasidan pul topib olsa bo'ladi. Albatta, Xorazmshohlarning o'zi umuman ham hammada ham unaqa imkoniyat bo'lmaydi. Shuning uchun biz maksimal darajada harakat qilganmiz. O'zimizning o'quvchilar uchun kompyuter bilan ta'minlab, oldin ishlab ko'rsinlar, o'rgansinlar, keyin undan keyin o'zlarining pullariga sotib oladi degan maqsad qilganmiz. Avval o'zi sinab ko'rish uchun, menikimi bu soha, meniki emasmi ko'rish uchun, to'g'ri. Avval kompyuter oldida o'tirib, 3-4 soat ishlab, kerak bo'lsa 8 soatlab ishlab, shu narsa o'zi u uchun emasmi, qilolmadim, qilolmadim, sabriyatim yetmaydimi To'g'ri. degan narsani ham ishlash kerak. Kompyuter sotib olish ham hozir eng kam masalan 10 million so'm bo'lsa, 10 million so'm olib turib, bu soha meniki emas degandan ko'ra, oldin bir kursga kelib turib, o'rganib, xolasa bu yerda ishlab, bu yerdan keyin mana coworking zonamizda ishlab turib, keyin to'g'ri keladi, to'g'ri kelmasa, kamroq risk qilgan bo'ladi. Zo'r. Ustunliklari yaxshi ekanda boshqa markazlarga qaraganda shu. Bu nafaqat Xorazmda, balki bu respublikada ham kam sonli o'quv markazlarida hamma shunaqa kompyuterlar bilan jihozlangan. Juda kam sonli o'quv markazlarida. Sanoqli desak ham bo'ladi ekan. Shunaqa. Hozir bu yerda dars jarayoni bo'lyapti, shuni adashmasam, to'g'rimi? Hozir dars jarayoni o'tyapti. Bu yerda o'quvchilar dars jarayoni, shuning uchun xalaqit bermasak. Hozir qanaqa dars o'tilyapti bu yerda? Bu yerda hozir buxgalteriya kurslari bu yoqqa anaqa qilingan. Hozir har bitta anaqani hisob kitobni menimcha qilib kirishyapti Adines orqali. Real proyektda ishlab turishdi hozir. Hisob kitoblar qilib, o'zimiz masalan buxgalteriya kursi davomida amaliyot nuqtai nazaridan juda ham ko'p foizni egallaydi. Faqat 90% amaliyot bo'ladi. Nazariya o'sha 1 oyda o'rgatiladi. Undan keyin faqat amaliyot bo'ladi. O'quvchilarimiz real shunaqa hisobotlarni topshirishadi. Nalogga topshiriladigan yoki boshqa taraflarga topshiriladigan hisobotlarni ham o'zlari topshirib o'rgatishadi. Chunki o'qituvchilarimizdan o'zi ham juda ham masalan 40 dan ziyod proyektlar bor. Shu proyektlarni ham amaliy o'sha narsalardan foydalanishadi.